Bugungi darsimizda git stash hamda cherry pick haqida ko'rib chiqamiz. Dars davomida o'tadigan mavzularimizda git stash haqida umumiy tushunchalar, stashni boshqarish komandalari, git cherry pick yordamida bironta commitni yoki commitlarni boshqa branchga o'tkazish, cherry pick va merge'ni farqi. Biz bironta loyiha ustida ishlab o'tirganimizda bizani hamma qilgan o'zgarishlarimiz working tree'da turgan bo'ladi. Shu jarayonda agar bironta shoshilinch bug fix yoki shunga o'xshagan ish chiqib qoladigan bo'lsa, biza qilgan o'zgarishlarimizni yo commit qilishimiz kerak, yo o'chirib turishimiz kerak. Qisqasi, working tree'ni tozalab turishimiz kerak, o'sha loyihadagi boshqa bironta ishni tezroq qilib yuborish uchun. Ikkala holat ham, ya'ni yarimta qilingan ishni commit qilish ham yoki bo'lmasam qilgan ishlarimizni o'chirib tashlash yoki boshqa joyga ko'chirib turish ham bizga to'g'ri kelmaydi. Shu vaziyatda stashdan foydalanish juda ham qulay. Stash working tree'dagi o'zgarishlarni vaqtincha saqlab berib turadi. Ya'ni bironta o'zgarishni biz stashga olsak, working tree'imizni tozalab beradi. Working tree'dagi bo'lib turgan change'larni, o'zgarishlarni stashga saqlab olish uchun shunchaki git stash komandasini yozishimizni o'zi yetadi. Bu holatda biza saqlagan snapshot yoki bo'lmasam holat, working tree'imizni holati shunchaki ID bilan saqlanadi. Biza o'sha saqlangan stashga bironta message ham yozmoqchi bo'lsak, git stash komandasiga push subcommandi hamda -m optioni bilan message ham yozib qo'ysak bo'ladi. Bu keyinchalik stashni qaytarayotgan paytimizda qanaqa o'zgarishligini bilib olishimiz uchun o'zimizga message hisoblanadi. Hali trackga qo'shilmagan, untracked bo'lgan fayllarni ham qo'shib stash qilishimiz uchun unda -u optionini qo'shishimiz kerak. Working tree'da qilgan o'zgarishlarimizni agar stashga olgan bo'lsak, keyingi safar yana stashga olishimiz mumkin. Ya'ni bir martadan ko'p stashlardan foydalanishimiz mumkin. Oxirgi olingan stashni working tree'ga qaytarish uchun va uni stashdan o'chirib tashlash uchun git stash pop komandasidan foydalanishimiz mumkin. Stashlarimiz bittadan ko'p bo'lganda, ularning ID'si bo'yicha xohlagan stashimizni qaytarib olishimiz mumkin working tree'ga. Uning uchun git stash apply komandasi hamda stashni ID'sini ko'rsatishimiz kerak. Bu holatda biza qaytarib olgan stashimizni working tree'ga o'tgani bilan stashni o'zida ham bu o'zgarish saqlanib qoladi, ya'ni o'chib ketmaydi. Git stash list komandasi bilan hamma stashlarimizni ro'yxatini ko'rsak bo'ladi. Stashlar ro'yxatini ko'rganimizdan keyin bizga kerak emas bo'lgan stashlarni o'chirib tashlash uchun git stash drop hamda stash ID'sidan foydalanishimiz kerak. Hamma stashlarni tozalab tashlash uchun e'tibor beramiz. Bu yerda stashlarni biz qaytarib ola olmaymiz orqaga. Git stash clear komandasidan foydalanishimiz mumkin. Git stash pop komandasi o'tgan slaydda ko'rganimizdek oxirgi stashni apply qiladi va qo'shimchasiga uni o'chirib ham tashlaydi. Agar working tree'da qanaqadir o'zgarish turgan bo'lsa va shuni ustiga git stash o'zini o'zgarishini qo'yayotgan bo'lsa, pop qilgan paytimizda, shu holatda agar konflikt yuzaga keladigan bo'lsa, drop qismi ishlamaydi. Unda oxirgi stashni drop komandasi orqali qo'lda o'chirishimiz kerak bo'ladi. Biron bir branchdagi ayrim commitlarni o'zinigina biza o'zimizni ishlab turgan ishchi branchimizga o'tkazib olishimiz uchun cherry pick komandasidan foydalanamiz. Bitta yoki bir nechta tanlangan commitlarni olib o'tishimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, merge komandasi hamma commitlarni olib o'tardi. Hamma o'zgarish bo'lgan commitlarni olib o'tardi o'zimizni ishchi branchga. Cherry pick yordamida shuni tanlab o'tkazsak bo'ladi. Cherry pick komandasidan foydalanish uchun avval o'zimizni ishchi branchimizga o'tib olamiz. Ya'ni qaysi branchga biz commitlarni tortib olmoqchimiz. Va shu branchda turgan holatda git cherry pick hamda o'tkazmoqchi bo'lgan commitimizni hashini ko'rsatamiz. Agarda bironta A commitdan B commitgacha bo'lgan hamma commitlarni yuklab olmoqchi bo'lsak, unda ushbu ko'rinishda berishimiz kerak bo'ladi commit hashlarini. Nafaqat commitlarni biz ko'chirib olishimiz mumkin o'zimizni ishchi repozitoriyaga, balki commitlarni staged arrayga ham o'tkazib olishimiz mumkin. Ya'ni commitdagi change'larni staged arrayga tushirib olishimiz uchun --no commit optionidan foydalanishimiz kerak. Cherry pick davomida agar konflikt chiqadigan bo'lsa, merge yoki rebase'da biz ko'rdik konfliktlarni qanaqa qilib resolve qilishni. Bu holatda ham
konfliktni resolve qilganimizdan keyin git add komandasi yordamida o'sha faylni staged arrayga qo'shib olamiz va xuddi rebase komandasi singari dash continue optioni bilan cherry pickni davom ettiramiz yoki bekor qilishimiz mumkin. Ushbu slaydda qaysi vaziyatlarda cherry pick yoki qaysi vaziyatlarda merge yoki rebase ni ishlatishimizni maqsadga muvofiq bo'lishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bugungi darsimizga xulosa qiladigan bo'lsak, git stash komandasi tracked o'zgarishlarni, working tree'da turgan tracked o'zgarishlarni vaqtincha saqlaydi yoki -u optionini qo'shib untracked o'zgarishlarni ham saqlashimiz mumkin. Saqlayotgan o'zgarishlarimizga message ham qo'shmoqchi bo'lsak, git stashga push komandasi hamda -m optionini ham qo'shishimiz kerak va message yozsak bo'ladi. Stashdagi barcha o'zgarishlarni ko'rishimiz uchun ro'yxatini unda git stash list komandasidan foydalanamiz. Git stash pop komandasi eng oxirgi stashni working tree'ga apply qiladi qaytarib va o'sha stashni o'zini o'chirib yuboradi. Git stash apply komandasi bo'lsa, tanlangan bironta stashni working tree'ga o'tkazib beradi o'zgarishlarini va stashni o'zini o'chirmaydi, saqlab qo'yadi. Git cherry pick komandasiga bironta commitni hashini berish bilan o'sha commitni o'zimizni ishchi branchga yuklab olishimiz mumkin. Git cherry pick komandga --no commit optionini qo'shadigan bo'lsak, biza yuklayotgan commitdagi o'zgarishlarni staged arrayimizga o'tkazib beradi. Agar konflikt chiqadigan bo'lsa, cherry pick davomida konfliktni resolve qilib staged arrayga qo'shganimizdan keyin --continue optioni bilan cherry pick jarayonini davom ettirishimiz mumkin.